Qarz va kreditlarni 21 kunda uzish duosi. Allohim, zimmamdagi kredit va qarzlarni sen bilasan. Ularni halol, oson va barakali yo'l bilan uzishimga yordam ber. Mehnatimga baraka ber. Daromadimni tartibli va foydali qil. Meni noto'g'ri qarorlardan asra. Har bir qadamimni to'g'ri yo'lga sol. Qalbimdagi qo'rquv va bezovtalikni ketkaz. Ichimga xotirjamlik va ishonch joylashtir. Bugun va kelajakda kreditni yopishimga sabab bo'ladigan eng to'g'ri va foydali imkoniyatlarni och. Menga sabr, qat'iyat va donolik ber. Mas'uliyatimni mustahkamla. Qarzdan xoli bo'lish yo'lida meni yengillik va baraka bilan yetakla. Shukrki, sen yordam beruvchi zotsan. Alhamdulillah. Va mana shu duoni o'qib bo'lgandan keyin siz foydali bo'lgan ihsonni amalga oshiring. Kichik bo'lsa-da qilingan ihson barakangizni oshiradi. Agarda siz daromadlaringizni oshirib, qarzdan chiqishni tez xohlayotgan bo'lsangiz, sizni 7 kunlik qarzdan chiqish texnikasi kutib turibdi. Bu texnikani bepul olish uchun kommentariyaga qarz so'zini yozib qoldiring va sizga mana shu texnikani